Xalqaro kechirim tashkiloti 29 mart kuni 2021 yil va 2022 yillik dunyo kishilik huquq ahvolidan doklad e'lon qilgan bo'lib, uningdan Xitoydagi kishilik huquq tafsirlichiligining bargan sari eg'irlashib ketayotganligi, bo'libmi Uyg'ur rayonidagi xalqning atalmish qayta tarbiyalash o'rinlarida davomli ziyonkashlikka uchrayotganligi, siyosiy zulm, jismoniy qiynash, Uyg'ur tili va madaniyatini yo'qotish harakatining kuchayib berayotganligi haqida signal berilgan. 2014-yili Keriyalik bir muhojirning inqoz qilishi bilan Erkin Osiyo radiosi Keriyaning Orishi Sidki Zaynabxon Mamtimin ismli ayolning homilasini olg'izib etish uchun doktorxonaga akilingandan keyin xabar topgan va iz qo'g'lab xabar ishlash davomida Zaynabxon doktorxonadan qochib ketish yo'li bilan homilani qutqizib qolgan edi. Oshkorlanishicha, Zaynabxonning bolasi 3 yoshga kirganda, ya'ni 2017-yili lagerga akitilib kesib etilgan, 2020-yilga kelganda uning turmadan jasadi chiqqan. Yaqinlab kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan Turkiya Fidoyilar jamiyati va Sharqiy Turkiston jamiyati 30 mart Istanbul Safaköy rayonida Ramazonlik yordam buyumlarini tarqatish faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga 200 dan ortiq oila qatnashgan bo'lib, har oilaga 500 lira qiymatidagi guruch, un va may qatorliq turmush buyumlari tarqatib berildi. Yordam buyumlarini topshirib olgan oilalar mamnuniyatlarini bildirishdi. Bursa Xalqaro Turk Madaniyat Tashkiloti tomonidan 2022 yili Turkiya dunyosi madaniyat poytaxti deb e'lon qilindi. Bu munosabat bilan 20 davlatdan kelgan 700 san'atkorning qatnashishi bilan turli faoliyatlar o'tkazildi. Madaniyat va san'at faoliyatlari yil bo'yi davom qiladi. Amerika parlamenti bu hafta Xitoy bilan raqobat to'g'risida atrofli qonun ma'qullashda yana bir muhim qadam tashildi. 2022 yillik Amerika raqobat qonuni mushu haftaning beshida Kengash palatasida 28 ga qarshi 68 bilet bilan ma'qullandi. Buning bilan bu qonun loyihasining oxirgi qatim muzokara qilinib, Omon palatasida ma'qullanishi uchun muhim o'rtaq tonish hosil qilindi. Amerika hukumati Amerikaning Tayvanni qo'llashga yordam berish to'g'risida bergan va'dasini qayta ta'kidlab, Xitoyning Tayvanga qaratgan diplomatik va harbiy bisimining borligi demokratik davlatlarga tahdid elib keladiganligini ko'rsatdi. Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi eng yuqori vakillik xarakterlik organ bo'lgan Tayvan Amerika institutining raisi mundaq dedi: "Bizning Tayvan bo'g'zining tinchligi va muqimligiga bo'lgan o'rtoq va mangulik manfaatimiz bor. Biz buni Hind-Tinch okean rayonining bexatarligi va muqimligining markazi deb qaraymiz. Biz Xitoyning bu muqimligiga buzg'unchilik qilish o'rinishidan qattiq andisha qilamiz" dedi. Muborak juma kuni bilan Ramazon oyining hayojini boshlandi. Xush kelding ey ulug' Ramazon. Biz Ramazon oyining Xitoy zulmi ostidagi Sharqiy Turkiston boshchiligida butkul Turkiya islom dunyosiga xayrlik bo'lishiga tilakdoshmiz.